Buloqboshi tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Aziz bolajonlar, sizlarga Bulag'on bolajon kitobidan xasislikning oqibati haqidagi ertakni o'qib beraman. Qadim zamonda bir xasis boy yashagan ekan. Uning 3 o'g'li bor ekan. Ular ham otasi singar xasis ekanlar. Mol va dunyo topishda har qanday razillikdan qaytmas ekanlar. Kunlardan bir kuni mol va dunyo orttirish, boyliklarga boylik qo'shish maqsadida yo'lga chiqibdilar. Yo'lda ketayotib bir oltin g'isht topib olibdilar. G'ishtning bir chetidan sindirib, eng kichik ukalarga ovqat olib kelish uchun berib yuboribdilar. Ukasi ketganidan keyin akalarining dili buzilibdi. Agar oltinni 3ga bo'lib ukamizga ham bersak, o'zimizga juda oz tegadi. Yaxshisi oltinni 2ga bo'lib olib, ukamizni kelishi bilan o'ldiraylik deyishibdi. Ukasi ham bozorga ketayotib, agar bu oltinni 3 kishiga bo'lsak, har birimizga ozginadan tegadi. Undan ko'ra oltinni men o'zim butunicha olsam, buning uchun akalarimni o'ldirishim kerak. So'ng oltin bir o'zimga qoladi. Davlatim ko'payadi. Dong'im uzoqlarga ketadi deb o'ylab, olib ketayotgan ovqatining ichiga zahar solib, akalarining oldiga kelibdi. Akalari ukasi kelishi bilan uni bo'g'ib o'ldiribdilar. Qornlari ochib, ukasi olib kelgan ovqatdan yeb, ikkala akasi ham jon beribdi. Aziz bolajonlar, qissadan hissa shuki, boylik baxt keltirmaydi. Inson o'zgalar haqqiga ko'z tiksa va boriga qanoat qilmasa, nafaqat boyligidan, balki eng aziz ne'mati hayotidan ham ayriladi. Bundan-da qiziqarli kitoblarni o'qishni istasangiz, Buloqboshi tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.